İngliz tili video darslarimizni yangi turkumini boshlaymiz. Bunda video darslarimiz birinchisida aytgan edik, murakkabroq, ya'ni darajasi yuqoriroq bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan darslarimizni boshlaymiz. Xo'p, bunda IELTS Writing Task 2, ya'ni IELTS imtihonini yozish qismida tushadigan insholarni tahlil qilishni boshlaymiz. Yozish qismida ikkita topshiriq beriladi, task 1 va task 2. Task 1 grafiklar tasvirlash nisbatan yengilroq va task 2 murakkabroq, demak insho yozish so'raladi. Yuqori ball olish eng qiyin bo'lgan seksiyonlardan hisoblanadi va darajamizni oshirish uchun eng samarali usul bu tayyor yozilgan insholarni analiz qilish hisoblanadi. Chunki bizga kerakli grammatika, kerakli so'zlar va asosan mavzularga nisbatan kuchli g'oyalarga ega bo'lamiz analiz qilish orqali. Shuning uchun shu video darslarini boshlaymiz. Bunda bizga IELTS Essays from Examiners kitobidan foydalanamiz. Bunda 120 dan oshiq mavzuga shuncha essay insholar mutaxassislar tomonidan yuqori darajada yozilgan. Demak, biz Extreme Sport mavzusidan boshlaymiz. Demak, boshlashdan oldin qisqacha tahlil ham qilib olamiz. Task 2 insholarini bir qancha turlari mavjud. Demak, agree, disagree yoki discussion, advantage, disadvantage. Demak, bu turlari nimaga kerak? Demak, task 2 insholari hamma turi bir xil qolipda, bir xil strukturada yoziladi, lekin sizdan nima so'ralayotganiga ko'ra u turlarga bo'linadi. Ya'ni boshqa turda siz boshqacha javob berishingiz kerak mavzuga nisbatan, boshqa turda sizdan boshqa narsa so'raladi. Ya'ni sizdan nima so'ralayotgani bu inshoda turlari hisoblanadi. Buni darslar davomida ko'rib tushuncha berib ketamiz. Bugungi mavzuyimizda demak agree, disagree turi tushgan ekan. Buni biz savol qismida bilib olamiz. Bizdan nima so'rayapti? Shu joyga qaraydigan bo'lsak, inshoda turini bilib olishimiz mumkin. Demak, to what extent do you agree or disagree with this view? Bu fikr, bu qarashga nisbatan rozimisiz, norozimisiz? Ya'ni agree, disagree turi yoki boshqacha aytganda opinion essay ham deyiladi. Bunda nima qilish kerak? Bitta g'oya bo'ladi, sizga bitta mavzu berilgan bo'ladi. Siz unga rozi yoki noroziligingizni tanlab olasiz, ya'ni bir tarafga o'tasiz. Yo norozi bo'lasiz yoki norozi bo'lasiz. Keyin shu fikringizni rivojlantirasiz. Ya'ni nimaga roziligingizni keyingi abzasda nimaga noroziligingizni aytib o'tirmaysiz, bir tarafga o'tib o'sha fikringizni inshoda oxirigacha rivojlantirasiz. Demak, bunda strukturani, qanday grammatika ishlatilgani, shularga ham e'tibor berib ketamiz. Extreme sports such as skydiving and skiing are very dangerous and should be banned. Ekstremal sportlar, demak such as kabi degani parashyutdan sakrash va chang'i uchish juda xavfli va taqiqlanishi kerak. Ban bu taqiqlamoq, murakkabroq so'z va should be banned. Shu yerda o'zida ham modal fe'l, ham passive voice strukturasi ishlatilgan. Should be banned. Demak, inshoimiz bu mavzuni yaxshilab tushunib olamiz. Birinchi bizga sport haqida insho berilyapti. Albatta ikkita misol ham berib ketyapti. Parashyutdan sakrash, chang'i uchish, demak bilamiz bular xavfli. Demak, shu ekstremal sportlar xavfli va taqiqlanishi kerak degan bitta fikr berdi. Shunga biz rozimizmi? Shu fikrga qo'shilamizmi yoki qo'shilmaymizmi? Shuni tanlab turib, shu fikrimizni asoslab berishimiz kerak. Task 2 esseylari barchasi demak asosan 4 ta paragrafdan iborat bo'ladi. Birinchi paragrafimiz doim introduction, ya'ni kirish bo'ladi. Keyin main body ikkita, main body 1, main body 2, ya'ni asosiy paragraf 1, asosiy paragraf 2 va oxirida conclusion beriladi. Shu 4 ta paragrafdan iborat bo'ladi. Demak, qanday usulda qaysi fikrni qaysi abzasda berganiga ham e'tibor berib ketamiz. Birinchi introduction. Introductionda vazifasi biz savolni paraphrase qilishimiz kerak. Ya'ni xuddi shu berilgan mavzuni biz qayta yozishimiz kerak, faqat boshqacha so'zlar bilan, boshqacha struktura bilan ifodalashimiz kerak va shu introductionda rozi yoki noroziligimizni bildirib ketishimiz kerak. Bo'ldi. Introductionda faqat shu ikkita ishni qilish kerak, ya'ni paraphrase qilish kerak va agree yoki disagreeligimizni aytib qo'ysak bo'ldi, introduction tugaydi. In recent years, extreme sports have become increasingly popular and some people argue that government should prohibit them. Yaqin yillarda ekstremal sportlar demak o'suvchi ravishda mashhur bo'ldi va ba'zi odamlar tortishadiki, hukumat ularni taqiqlashi kerak. Grammatikasiga e'tibor bersak, present perfect ishlatilgan va bu yerda ravish qo'yilgani uchun strukturamiz ko'paygan, increasingly bo'lib va undan tashqari qo'shma gap bu. In recent years kalit so'z, extreme sport gapda egasi
have become bu fe'limiz va sifatimiz. Undan keyin enddan keyin yana ikkinchi gap davom etyapti, ulanib ketyapti. Some people argue bo'lib va z dan keyingi qismimiz relative clause. O'zi asosiy gap extreme sports have become popular va some people argue. Shundan iborat edi. Z bilan relative clause deymiz, ya'ni qo'shimcha ma'lumot berilyapti. Odamlar tortishar ekan. Nimani tortishadi? Hukumat demak taqiqlash kerakligi masalasida degan ma'no chiqyapti. Demak bu savolimizni, ya'ni g'oyamizni parafrez qilingan varianti. Tepadagi so'zlarni ko'rmaysiz. Boshqa so'zlar boshqa struktura bilan ifodalab bergan. Ikkinchi gapimiz bunda biz rozi yoki noroziligimizni aytishimiz kerak edi. I completely disagree with the idea that these sports are too dangerous and I therefore believe that they shouldn't be banned. Demak, oldingi selected reading kitobimizdagi matnlardan ancha zo'rroq bo'lishi mumkin. Sekin-sekin tahlil qilib boramiz. Demak, men to'laqonli ravishda qo'shilmayman bu fikrga. Qaysi fikr? Bu sportlar xavfli degan fikrga va men shuning uchun ishonamanki, ular taqiqlanmasligi kerak. Demak, tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi bo'lib, demak, g'oya jihatdan norozi, ya'ni u fikrga qo'shilmasligini aytib oldi va shunchaki I disagree deb qo'ymadi, completely. Ya'ni writing yana bir muhim xislatlardan bittasi sifat ravishlardan unumli foydalanish kerak, chunki siz norozisiz. Qanday? Sal norozimisiz yoki o'ta norozimisiz, to'liq norozimisiz? Buni fikringizni bayon qilishingiz muhim hisoblanadi. Demak, I completely disagree with the idea. Mana shu asosiy qismimiz. Z bilan yana relative clause qo'shimcha ma'lumot berilgan. Ideaga izoh beryapti. Men fikrga qo'shilmayman dedingiz. Qaysi fikr? Shuni aytayapti. Bu sportlar xavfli degan fikr. Endi enddan keyin yana ikkinchi gapimiz, boshqa yangi gap boshlanyapti va bu yerda biz o'rganganmiz gap therefore birinchi kelishini. Ya'ni I believe o'zi aslida. Ya'ni biz bilamiz I believe desa ko'pchilik tarjima qiladi, men ishonaman deb. Lekin I bilan believe o'rtasiga therefore qo'yib qo'ygan. Buni inversion deydimi? Ya'ni so'zni ketma-ketligini o'zgartirilgani. Biz odatda oddiy darajada shuning uchun degan therefore, however, butlarni gapni boshiga qo'yib o'rganganmiz. Therefore I believe desa ko'pchilik tushunadi. Shuni o'rnini almashgan albatta. I therefore believe. Men shuning uchun ishonaman. Va yana relative clause z ki yoki qaysi men ishonamanki deb turib yana qo'shimcha relative clause berilyapti. Ular taqiqlanmasligi kerak. Shu relative clause'da o'zida ham modal fe'l, ham passive voice ishlatilgan. Should modal fe'l kerak degani, be bilan fe'lni tushunchaklab turgani bu passive voice hisoblanadi. Mashhur nisbat taqiqlanmasligi kerak degani.